Hammaga assalomu alaykum. Junaydullo Uz kanali obunachilari. Mana bugun sanasi 23-iyun 2026-yil. Namangan viloyati Namangan tumani Qorako'l qishlog'idan bir dona original 4 oylikka to'lgan buqachamiz. Haqiqiy sutga to'ygan. Baqalari ham o'sha yomon katta bitibdi. Oyoqlari ham zo'r. Sal bo'sh qo'yinchi buzovchani. Arqa taraflari ham вообще pachi ko'p ketdi. Buqachamiz 4 oylik. Osmoni to'lib qoldi to'raga. Umumiy sut yeyapti hali ham. Bir kunda bir mahal. Ammo originalida mana baqalar. Hay. Buqachamiz qo'rada turgan, o'shaning uchun arqonda o'sha o'zini ko'tarib qo'yapti. Bog'lanmaganiga. Bo'ylarini o'lchamda, bo'ylari 1-2 sm. Obunachilar pardoz-mondoz qilingan mana shuni, bu shuni qo'radan chiqqan bo'yicha. Narxi keladigan bo'lsa, narxi 35 million so'm aytishyapti. Egalar nomeri ofitsianada bo'ladi. Bemalol telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. Bitta qo'yib yuboring, chaqa orqa tarafini bir ko'rsataylikchi. Mana pachkasidan. Pachkasidan so'raganlar. Bak. Qo'yib yuboringchi bir abaqimda yursinchi. Cha. Şey yomonidan. Ma. Oğlum. Arqa taraflari ham imur dumbalar osilib ketibdi. Aloqa chiqaverasizlar, faqat soni cheklangan bir dona. Oyoqlari stakan tuyog'imi deganlarga mana. Original stakan tuyoq, oyoqlari o'ta yo'g'on.